Ailda konfin bilan cho'mifini ma'qul usulda bir qo'rib yeb beqing. Ta'm tiling islam qoldi. Buni qanday qaddimki qanamiz birlikda o'rganaylik. Yulduz yurak belgilarini besib saqlab olishni unutib qolmang, keyin izlagan topolmay qolsiz. Güymiylaringlarga aytdi qilishni unutmanglar, uyga borgan cho'qim yetib bersin. Bugun men cho'ng ustamning cho'mifin konfinlaridan olib keldim. Cho'ng ustamning cho'mifinsining alaylik bo'lsa, cho'mifin yo'l oladi chiqdi. Buni oldin ola suv chilib olishning hojati yo'q. Qozon silib 7 minut qaynab saqlab pishib ketadi. Endi to'g'rining mayda go'shtini videoda ko'rsatgan bo'yicha cho'ngroq qilib nip zalatda to'g'rab tayyorlab olamiz. Ma'ga o'xshash cho'mifi yeb qolsanglar, chingsini ilg'ab, gurus yeydigan xonim qizlarimiz bormi? Bir raqamini besib qo'yinglar. Qanchalik xonim qizlarimiz chingsiga amraqki birlikda ko'rib boqaylik. Bütün tuxumini mayda qilib yeydigan bo'lsanglar, bək zo'ldi gajmu ta'mi. Endi to'q go'shtini silib videoda ko'rsatgan bo'yicha sarg'aytib qo'rib olamiz. Undan keyin sinjang samsaq son piyazlarni silib bir ishga qo'rib atgandan keyin muvofiq miqdorda tuz silib etamiz. Undan keyin cho'ng ustamning cho'mifin tetitqisidan bir bo'loq silib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bormish cho'mifin qilsam ta'mini yaxshi chiqaramayotma degan xonim qizlarimiz bir ishlatib sinab beqinglar. Ta'miga, rangi kelib ketmaydi. Undan keyin muvofiq miqdorda suv quyib tekshi ilashtirib olamiz. Ondan keyin cho'ng ustamning konfinsini solamiz. Ondan keyin cho'mifini solamiz. Taxminan 3 minutdan 5 minut atrofida qaynatib pishirib olsaqli bo'ldi. Ko'rib mishay kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik so'g'say darsikimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Eng oxirida chingsayni silib 2 minut qaynatib lam taqsiga olsaq bo'ldi. Konfin bilan cho'mifinni mushqilalatda bir qo'rib yeb beqinglar, ta'm tilinglarda qoldi. O'rganib oldingizmi?